140 kvadratlik kvartira, to'rt xonalik ana shunaqangi chiroyligina qarori bilan birgalikda kuxonli zonani o'zi menimcha hammaga ma'qul kelsa kerak, chunki eng kamida niyat qilasizlar, inshaalloh. Like bosing sразу. Qarang, chiroyligina kuxonli kombinatsiyani o'zi и to'rtta konkretnasiga xona, odam yashamagan kvartira. Menimcha siz orzu qilgandingiz, inshaalloh. Biz hozir mehmonxonani o'zida bu kvartiraga ortiqcha ta'rif menimcha kerak emas, chunki mana hamma narsasi ochiq karta bilan ochilyapti. Samozyot dushlar razdельный, hammasi o'zi uchun qilgan misdan provodkalari bilan mana oddiy misolda o'zi kelasiz. Ana shunaqangi chiroyli shitni o'zi menimcha ko'p narsani xalq tashlaydi. И siz ko'zni oldiga keltiring. Yangi bozorda orqa tarafi eng topoviy lokatsiya, etaji ham 2, общий где-то 7 etajli dom. Hamma qanday kombinatsiyaga nima deysiz? Полностью kafellarni o'zi и полный mramorga o'xshagan temak tashaganlar. Qarang, chiroyligini zo'r. И Navoiy shahardagi eng katta kvadraturaga ega bo'lgan Garden House domi. Mana shu eshik o'rtada 3 ta xona yoshirilgan. Menimcha bu detskiy, bu ota-onalar uchun va kattalar yotoqxonasi deb aytamiz. Menimcha buni kattalar yotoqxonasi qilsangiz bo'ladi, chunki bu kengishroq, mana shunaqangi chiroyli kombinatsiya, yuqori qismlarda yangi zamonaviy dizaynda mana shunaqangi TV zonani o'zi. Buni detskiy qilsangiz ham bo'ladi. Bu ham katta prostorni, и bu tarafida ham o'zini TV zonasi bu. Ushbu kvartiramizning общий lokatsiyasi Yangi bozorda umumiy orqa tarafi narxi $102,000 so'ralyapti. Kimlarga qiziq bo'ladigan bo'lsa, menimcha ipoteka ham chiqarib beraveramda. Sizdan faqat bitta like bo'shasizlar, xudo xolasa yaxshi niyatlaringizni yozaveringlar. Keyingi kvartira nasib bo'lsa sizga bo'lishi mumkin.